asosiy markazga qo'yilgan masala sifatni ko'tarish. Endi bu son bilan maqtanadigan davlat tugadi. Agar davlat xususiy xizmatlarni xarid qilish mexanizmiga o'tadigan bo'lsa, ya'ni sug'urtalanishga tushiradigan bo'lsa, xususiy tibbiyot muassasalari qay darajada bu narsaga tayyor? Tizimda agar o'qish jarayoni praktika oshirish bo'ladigan bo'lsa, masalan, davlat bolnitsalariga beriladigan o'sha o'talar, o'sha dasturlar частныйlarga ham tatbiq qilinsa yaxshi bo'ladi. Agar o'sha testisi bor, doktor ma'lumotlarimizga kategoriya masalasida qanday o'rganib olamiz? Kategoriyasi bo'lishi kerak. Masalan, birinchi oliy toifalimi yoki o'sha reanimatsiyada ishlaydigan yoki mana shunaqa qatordagi medsestrani uyga xizmat ko'rsatishga huquqiga ega. Agar bu holatdan tashqariga chiqadigan bo'lsa, yuridik statusga ega bo'ladi va mana bunaqa bo'ladi degandan keyin. Shu uchrashuvda takliflar bildirildi. Biz tarafdan aytilgan takliflar bu hamshiralarni bemorlarga muolaja o'tkazishdan oldin albatta shifokor ko'rigidan o'tib va shifokordan olgan tavsiyanoma asosida tibbiy muolajalarni o'tkazish taklifi bo'ldi. Chunki ko'rib turibmiz, hozirgi kunda dori vositalarini yuborgandan keyin kelib chiqadigan har xil asoratlar, allergik reaksiyalar o'sha shifokor belgilanmagan dori vositalarida bemorga qo'llanganda kelib chiqayotgani va o'ylaymanki, shu agar amalga oshsa, bunaqa asoratlar ancha kamayadi deb o'ylayman. Milliy akkreditatsiya standartlari nima bo'ladi? Mana hammanglarda litsenziya bor, faoliyat ruxsati bor. Eng kam talablarni bajarganingizda faoliyat ruxsati. Milliy akkreditatsiya tizimi bu boraqa sifatni oshirish kerak. Akkreditatsiya litsenziyalash markazi va ekspertlar juda katta yordam berishdi. Qanaqa yordam? Ishimizni qilib berishgani yo'q. Lekin bizning ishchi qanaqasi to'g'ri chiqadi, qanaqasi kam qarshi bo'ladi, qanaqasi samaradorlik bo'ladi. Mana shu uchun imkondan foydalanib sizlarga rahmat aytmoqchiman. Klinikalarimizga bir qo'shimcha moliyaviy yordam bo'ladi. Tibbiy uskunasini yangilashga, xodimlarning malakasini oshirishga. Bundan tashqari mana bojxona imtiyozlarini ham prezident ma'qul edi. Bu yerda biz har bir boshqarma boshlig'i, har bir xizmat rahbarini fikrlarini eshitdik va undan tashqari eng ijobiy tomoni har bir tibbiy muassasa rahbari o'zini shu yo'nalishdagi qilinayotgan ishlarga, ularning bahosiga munosabati, takliflari va o'zini fikrlari bilan almashildik. 2026-yilga uyushmamiz tomonidan qo'yilgan asosiy maqsadlar xususiy tibbiyot tashkilotlarini yanada rivojlantirish, xodimlarning malakasini oshirish, ulardan hozirda kelib tushayotgan muammo masalalarni hukumat darajaga yetkazib, ularga har tomonlama tashkiliy va huquqiy yordam berish asosiy maqsadlarimizdandir.